sahabalarga ve kıyametçi onun yoludur yoldaşlarına olsun. Esselamu aleyküm kaderlik şarkı Türkistan'da karındaşlar. Bugünkü sohbetimiz Furkan suresi 62. ayetten bulundu. Tema körep doğunanladık. Bir müminin ve temellet aldığı vazifesi ve mesuliyetçilik. En iyi dedik. Allah subhanahu ve teala bu temini, bu mezmununu bu ayette muşndak bayan kıldı. Bismillahirrahmanirrahim. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا إلى آخر الآية. Allah bu ayette mümin nisbetle atıyor. Mümin nisbetle şuna diyor ki mümin diyen yani müminler diyen şunda kişiler ki birinci sıfatı Allah'a iman etken, işengen. Allah'ın digini işengen. Allah'ın digininin dige işengenler ve Allah'ın peygamberine işengenler bu ikinci sıfatı. Bunu hemimiz biliriz. Allah'a işeniş ve Allah'ın peygamberine işeniş diyen la ilahe illallah Allah'a işengenlik, Muhammedur Resulullah Allah'ın peygamberi işengenlik. Muşu la ilahe illallah Muhammedur Resulullah'a iman etken kişiler muş iki şart yapılsa mümin buludu, şahsi mümin. Ama müminun buluş çünkü mümin millet, mümin cemaat, köpsallık halkı, cemaat şeklinde, ümmet şeklinde, millet şeklinde mümin bulaşkanda oludu degende kardeşler bir millet şeklinde değil. Üçüncü şekil ma ikisiga katıl. Üçüncü şart ma ikisiga katıl. Normalde şahsi bir mümin la ilahe illallah Muhammedur Resulullah ile mümin boğulurdu. Ama mümin millet ulaştın. Mesela Uygurlarını mümin deyimiz o Allah'a işingen. Kazaklarını, Kırgızlarını, Özbeklarını, Türklerini, Azerilerini degendek her bir milletini mümin deyiş gerek olsa üçüncü şart yapılış gerek. Üçüncü şart nime? Üçüncü şart şu. Kaçan ki bir emri caminin beşikaya vaktista liderden izin sormay turup uyga ketemeydi o değil. Ve izâ kânû ma'ahu bu peygamberinin yolunda bir işinin üstüde olsa, bu iş emri cami olsa o liderden ya o peygamberden izin sormay turup uyga ketemeydi o. Emri cami degan nima degan vosita qarindoshlar? To'pluqchi emr degan gap bu. Shaxsiy qilg'ilolmaydigan jamoat to'planmasa, xalq to'planmasa, millat bir araya kelmasa qilg'ilolmaydigan ishlarni bizning dinimizda emri cami deydi. Masalan, bir mahallada bir meclis selish meselesi olan bolsa, onun şahsi sağlığından için neden bolsa, yoki ko'rik yasash olsa, xalq menfaati uchun, millatning menfaati uchun, o'z davlatining menfaati uchun har qanday bir ish bo'lsa ki bu ishni shaxsiy qilg'ilolmaydigan bo'lsa, shu atrofdagi mu'minlarning vatan millat oldidagi qanday bo'lish kerak, mas'uliyatchilik qanday bo'lish kerak degan vaqtda shu ish tutadigan vaqtcha shu yurtning yoki shu davlatning, shu millatning lideri kim bo'lgan bo'lsa, rahbari shuningga shu ish tutadigan vaqtcha izn so'ramay turib uyga ketamaydi deydi. Lam yadhabu hatta yasta'dinu. Endi buni mahallaninki ishini shundoq dedi. Endi ba'zi vaqtda bir nahiyaning ishi chiqdi. Butun nahiya xalqi foydalanadigan. Nahiya xalqi foydalanadigan ishqa butun nahiya qo'zg'alish kerak, bir araga kelish kerak.
şu naib fuqaralari şu yerdeki, şu yerlik liderinin buyrug'ini almay turib uyga ketolmaydi. Etiyatni ishladik, manda ishni qildik, endi ketsak bo'lamdi deb iznalib uyga ketadi. Agar viloyat darajalik ish bo'lgan bo'lsa, shu viloyat darajasidagi shu valining iznini almay turib uyga ketolmaydi. Agar butun millatga munosabatli ish bo'lgan bo'lsa, shu millatning lideridan yoki shu davlatning lideridan, hukumatning iznini almay turib uyga ketolmaydi. Lam yadhabu hatta yasta'zinu. Ketolmaydi ular hattoki shu liderdan izni olishga. Fa idza ista'zanuka li ba'd sha'nihim. Ey payg'ambar yoki ey payg'ambarning izidan mangan lider, şu işləvatqan şu işçilərdən bəzi işləri çıxıb gəlib səndən izin sorsa, desə ki, təqsir məvu mançkün boldu, mən öydən çıxılı, işləvatqılı, bizning öydikilərninki bəlkə qosuğa işdi, bununla sodulıq qılıb, ehtiyacını qamdab birib kelək, yoki öydikilərinin mandaq bir işi var, yoki mening qıldığı mandaq bir ciddi işim batdı, Muşunu qılıvelip geleydi, yüzden şəxsi işleri üçün izin sorsa, fə'zən limən şi'tə minhum. Sen uyğun kölgələrinə izin versən bulurdu. Yani uyğun kölgələrin deyince, biraz şu adamın rast aşındağı ihtiyacı olğan bolsa. Şu adam bağımsa, yüzü yoki ailesi qiyinchilik qiladigan bo'lib qolsa, bunu közde tutup, bununla izin versen bo'ladi. Ama bazı saxtipazlar chiqib ishdan qochadiganlar chiqib sebepsiz bunda izin so'rab qolsa, uni his qilsang, unga izin bermasangmi bo'ladi deb izin berish bermaslik liderning inisiativi. İzinde ama vestağfirlahumullah. O izin alıp ketkenler için, şahsi işi için izin alıp ketkenler için Allah'a istiğfar et. Ya Allah'ım, senin bu benden falanı, mançkın boğan niyede işlik olduğu, şahsi iş çıkıp kaldı, kapımısan, onun ben izin verdim, kapımısan da, onun hakkında Allah'a istiğfar et. Bu verdi bir günah bulmuşsa, ne için istiğfar etti o düşler kardeşler. A adam, şahsi işini de milletinin işinden vazgeçip gitti ya, zaruri boğallık için, zaruret boğallık için şahsi işini de gitti. Normalde şahsi işten milletinin işi mühim. Şahsi işten umumның işi mühim. O adam takımı mühim işini taşlap, azraq mühim iş ketkenligi için ve bir kusur körülüp, şunun için peygamberge onun bu kusuru için istiğfar et, Allah küçür versin deb Allah özü ta'lim berip atdı. İnnallaha gafurur rahim. Çünkü Allah beklem küçürümçan, beklem merhamet boğaçqa insanların şahsi ihtiyacını deb umumның işini taşlap kesimi Allah şəxslərin acizliğini bilgəcə onu küçürüm qıldı, merhamet qıldı deyib arkadaşlar. Hem de biz bu ayetni Şərqi Türkistan xalq sütüdə beşimizga kiyib baxsaq qarindoshlar, Şərqi Türkistan xalqining millat bir araga kelmay turib qilg'ili bo'lmaydigan qanday ishlar bor sanab chiqsak bo'ladi. Millatning nimasi bor? Hech nimasi yo'q. Şərqi Türkistan davlatining nimasi bor? Hech nimasi yo'q. Chunki va bulab tartib olindi Xitoy tajovuzchilari tarafidan. Şərqi Türkistan davlati ishg'ol ostiga kirdi. Şərqi Türkistan xalqi Xitoyga qululab qolganlar. Hozir irqiy qirg'inchilik ostida o'limni kutib saqlayotdi. Çaresiz, ilacı yo'q. Unda bo'lgandan keyin Şərqi Türkistan xalqining davlatga doir, millatga doir hech nimasi yo'q. Unda bo'lgandan keyin qiladigan bek jiqish bor degan gap.
bu millet bundaq yo'qolib ketishiga Allah rozi bo'lmaydigan bo'lgandikin. Mandaq urushmay turib, kurash qilmay turib, qulog'ingdan kelganini qilmay turib, o'lib ketsanglar, dunyo va oxiratda xatar ostiga chirisizlar, azobga chirisizlar deydigan Allah tarafidan ogohlantirish bo'lg'achqa. Biz shu Allohga ishongan mu'minlar bo'lg'achqa va shu Allohning rasuliga ishongan mu'minlar bo'lg'achqa, mushundoq Sharqiy Turkiston haqida, o'zimizni qutuldirish haqida kurash qilmay o'lib ketsak, Xitoy qarshi bir ish qilmay o'lib ketsak, jahiliyat o'limi bilan o'ladiganligimiz, iymonsiz ketish ehtimolligimizning yüksek bo'lganligi uchun shu qo'rqinch bilan bir ish qilishga majbur. Bu Sharqiy Turkiston masaladagi bu qadar jiq ishni bir shaxs qilib bo'lmag'achqa, millat bir araga kelib ittifoq bo'lib bir araga kelib to'planib qilishga majbur. Bu ham dinimizning emri bo'lgan. Bir ishni boshlagan vaqtimizda shu ishni tutkazgizmigicha, tugtib bir boshqa chiqarmagacha rahbardan so'may turib uyga ketilmaydigan darajada bo'ynimiz bog'liqlik ma ishqa. Chunki bu kurash maydoni. Bu kurash maydonida askariy nizam, askariy intizom bo'lmasa mag'lub bo'lganligimiz aniq. Shuning uchun Dajjal Allohning erkinlik deb aldaydigan musulmonlarni. Şu musulmonlarni bizni mushkuniga tushirganlar shu erkinlik, ozodlik deb bizni aldab ashunday tushirdi. Xitoymi vatanimizni besib olgan vaqtida nima deb keldi? Ozodlik armiyasini deb, ozodlik armiyasi dedi, ishg'olchi kuchlarini. Aniki vatanimizni ishg'ol qilib bo'lgandan keyin sizlarni biz ozod qilib qo'ydik. Ozodlikdan burun Gomindan sizga manda qiladi, ozodlikdan keyin Gongsandan manda qiladigan bo'ldi deb bizni oldi dedi. Biz mu'min, musulmon turib, Allah va Allohning rasulini mayonga tashlab qo'yib turib, shu dushmanimiz Xitoy tajovuzchilarining gapiga ishonib, har rasmi shular bizni ozod qilib qo'ygan o'xshaydi deydigan holga keldi. Hatta vatandagi chog'larimizda har cho'ng odamlar ozodlikdan burun undaqdi, ozodlikdan burun bundaq deb gap qilganligini anglaganimiz yaxshidan emas. O'zimizning tuqqanlari shu mahallamizdagi insonlar, o'zimizning qatimizdan chiqqan yo'g'on insonlar vatanimizning ishg'oliyatini ozodlik deb tilga olib turib gap qiladi. Biz mushunday halga kelib qoldik. Agar Allohga ishongan bo'lgan bo'lsak, bu Xitoy tajovuzchilari bu bizning dushmanimiz. Biz buni qo'g'lab chiqarish uchun bir ish qilishimiz lozim deyishimiz kerak edi. Hozirga qadar unda qilmadik. Masalan, yuzlarcha tashkilotni qurib baqdik, buni qilib baqdik, buni qilib baqdik. Hozirga qadar millat ustida bir ish qilmadik. Qilmasligimizning sababi nima desa, qarindoshlar, bizda mushu vatan millat oldidagi vazifamizni bilmaslik. Anadaki mas'uliyatchanlik ingimizning tuvanligi. Vatan millat oldida, vatanning oldida qanchalik mas'uliyatchanligim bor, millatimning oldida qanchalik mas'uliyatchanligim bor. Mushu mas'uliyatchanlikni qilmay qolib qolsam, Allohga qanday hisob beraman degan endisha kallamizda bo'lmag'achqa nima qildik? Hammamiz o'zimizning ishini qildik. Shaxsiy ishimizni qildik. Qo'saq vaqtdik, jam vaqtdik dedik, bola vaqt dedik, buni qildik, buni hammamiz. Bunun ustiga Xitoy tajovuzchilari bizningki dinimizning bu amrini bilgachga, biz shu bilimni qilib qolsak, mush dinimizning mush amr farmonlarini bilib olib qolsak, chataq chiqadiganligini Xitoy bilgachga bizning dinimizni cheklab, bizni diniy jihat butunlay qara qo'ysak qo'ydi. Qara qo'ysak qo'ysalar mayli-ku, dinimizni sa'atga o'stib, ajoyib sa'atga o'stib. Musulmon deb bo'g'chi xurafiy deb, kallamizga xurafiy deydigan gapga keladigan bo'ladi. Shuning uchun qanday qilishimiz kerak qarindoshlar? Vatan millat oldidagi mas'uliyatimizni tunib yetishimiz lozim. Ado qilishimiz lozim, mas'uliyatimizni ado qilishimiz lozim. Ado qilish uchun nima qilish kerak? Birinchi masala Sharqiy Turkistonning mustaqilligini asliga keltirmay turib, bu Sharqiy Turkiston xalqining ehtiyoji bo'lgan ishlarni qilg'ili olmaydi. Çünkü işgalci hakimiyet
irqiy qirg'inchilik qilayotgan hokimiyat va'da bir ish qilinsak izn bermaydi. Uning kuchi bor, askari bor, hamma nimasi bor. Shuning uchun bu kuchni, bu ishg'ol kuchni yo'q qilmay turib, boshqa ishlarni qilg'ili bo'lmag'achqa, shuning uchun birinchi qiladigan ishimiz bu dunyoda bular chet eldagi o'zini mo'min musulmon da'vatgan Sharqiy Turkiston xalqining birinchi bo'lib qiladigan ishimiz Sharqiy Turkistonni besib olgan Xitoy tajovuzchilarini vatanimizdan qo'g'lab chiqarish. Bu ishni shaxsiy qilg'ili bo'lmaydi. Bu ishni biror tashkilot qilolmaydi. Bu ishni biror jurt, biror mahalla qilolmaydi. Buni butun millat birlashgan vaqtimizda, bir araga kelgan vaqtimizda qilg'ili bo'ladi. Endi buni qilayli desak, birlashimiz desak, Xitoy istixboroti butun kuchini ishga solib bizni birlashtirib qo'ymayapti hozirga qadar. Biz qanday qilamiz? Nimada birlashtirib qo'ymayapti? Birlashtirmayapti. Birsi-birsimizga ishonchsiz ko'rsatish orqali. Birsi-birsimizga eski ko'rsatish orqali aramızda ishonchsizlik fitnesini teravetkashga hech kimga ishonmaydigan darajada shunda propaganda qilish orqali ishonmas qilyapti. Biz nima ish qilamiz? Bunga qarshi turish uchun dasturimiz o'rnimiz. Dastur bizning bu millat mo'min, musulmon millat. Bu kadar ishonchsiz emas, vatanda bilimiz birsi-birimizga ishonibdi. Kichikgina bir hujjat olmay turib, nurg'un pullarni birsi-birimizga berib turalaydi. Hech kimni aldab etmaydi. Hozirgi mush ishonchsizliklarning hammasi mush Xitoy tajovuzchilari kuchaygan sari bizda ishonch mushunday yo'qolib ketib bordi. Shundan qaraganda bu ishonchsizlik Xitoyninki bizning aramizga targan fitna pasti, bu suiqasdi, bu normalda biz bu millat undaq emas deb dasturimiz. Dastur aramizda hammamiz o'zimiz turayotgan yerda kimning ishonchli inson ekanligini bilamiz. Kimning ishonchsiz ekanligini bilamiz. Unda bo'lgandikin aramizdagi eng ishonchli insonni rahbar qilib tanlaymiz. Hammamiz shu samimiy shaklda eng ishonchli insonni rahbar qilib tanlagandan keyin, andikin u rahbarlar birsi-biri bilan aloqa qilish orqali ular o'ziga rahbar tanlaydi. Uningdan keyin ular o'ziga rahbar tanlaydi. Shunday qilib millat ichidan eng ishonchli bir lider chiqadi. Chiqqan vaqtda o'zimiz tanlagandan keyin uni qanday qilamiz? Itoat qilamiz. Sharqiy Turkistonning mustaqilligini asliga keltirdi vaqtgacha shunga itoat qilamiz. Masalan, hozir qadar masalan musulmon millatlarning ichida davlat qurilgan bo'lsa, dunyoning har qanday bir yerida yoki xilofat qurilgan bo'lsa, har qanday yo'g'on imperiya qurilgan bo'lsa, musulmonlarning qo'li bilan shu davlatlar mush oyatning mazmuniga asosan qurilgan qarindashlar. Shu ajdodimiz, shu rahbarlar mush oyatni tushungachga bizda intizom bo'lmasa bo'lmaydi ekan, nizom bo'lmasa bo'lmaydi ekan, Alloh mandaq debdi, xalq itoat qiladigan rahbar bo'lmasa bo'lmaydi ekan deb eng ishonchli insonlarni rahbar tanlash orqali tanlab bo'lgandan keyin uni itoat qilish orqali, itoat qilib bo'lgandan keyin yana uni nazorat qilish orqali buni biz ishonchlik dedik, ammo inson yana bir joylardan bir joyga qayib ketmasin juma deb hisob olishni qilish orqali ashunchalar yo'g'on davlatlarni qo'ygan bizning ajdodimiz. Bular Sharqiy Turkiston xalqi, Uyg'ur xalqi tarixda har yo'g'on davlatni qo'ygan. Shu davlatlarni qurishimiz nim bilan bo'lgan desa, mush oyatning mazmuni bo'yicha bo'lgan. Mush oyatning mazmuniga amal qilganligimiz uchun bo'lgan. Hozir yana o'xshash sistemaga qaytib, ishonchli insonlarimizni o'zimiz saylab, ishonchli insonlarga o'zimiz itoat qilib, anandan keyin o'zimiz mollarimiz bilan, jonlarimiz bilan qo'llab, anandan keyin bir tarafdan nazorat qilib, bir tarafdan nazorat qilmasak bo'lmaydi. Nima uchun degan vaqtda qarindoshlar, har qanday insonni biz ishonchli deganimiz bilan u payg'ambar bo'lmag'achqa, u ma'sum bo'lmag'achqa
onun bir bazı yerlerde acizlik noktaları bulundu. Şu acizlik noktalarını tepip durup, şu liderge nazaret kılıp tutmasa, bir yerlerden teynip, bir yerlerden problem terip kılışı mümkün. Hata yoluna kılışı mümkün. Şunun için, ta şu lider vefat boğandan keyin, anandakin onu yaxşı lider deymiz. Angacha şu vefat bulduğu vakitçe bir taraftan işencilik deb saylaymiz, itaat kılamiz, yana bir taraftan nazaret kılamiz. Nazaret kılış qanday bo'ladi desek, mesela siyasi lider saylagan bo'lsak, siyasi nuqtadan hisob olishni bilamiz. Sen manda so'zlarni berganding, buni qildingmi, qilmadingmi? Samiz mahaqda manda iqtisodiy yordamlarni bergandik, bu yordamni nelarga ishlatdinglar? Hem canımız bilen, malimiz bilen destek birimiz, hem onun hesabını alımız, lider bilen, rehber bilen aramızda samimiyet, şeffaflık buludu. Bu boğa vaxtida anandakin sadakat, işenç peyda buludu. İşenç peyda boğa vaxtida mehr muhabbet peyda buludu. Mehr muhabbet peyda boğa vaxtida birimizni qo'llab qolish uchun, birimizning hayotini qutqizib qolish uchun, yoki bo'lmasa birimizning vazifasini qulay ado qila olishimiz uchun bir-birimizga yordam qiladigan hollar shakllanadi. Bu hal shakllangan vaqtda millat bir gavda bo'ladi. Bir gavda bo'lgan vaqtda nishonga qaysi bo'lgan bo'lsa nishonimiz, u nishonga yetish bek oson bo'ladi. Shuning uchun Allah Teala bu ayette müminni süpetlerge vaxtida, mümin milletni süpetligen vaxtida innama bilen süpetlerdi. Innama, yani bir katım düşündüreyim, Arap grammatikasida cümlenin mezmununun %100 doğru ekanligi, inne cümlenin mezmununu tahqiqlash uchun keladi. Cümlenin mezmununun %100 doğru ekanligini anandaki mushqalibqa tushganlar mushundaq bo'ladiganligi, bu qilib tushmay qolganlar bu tark kirmaydiganligini ifoda qiladi. Masalan, mishadi innamal mu'minun degan bo'lsa, mushqalib tushgan insonlar mu'min bo'ladi. Mushqalibga tushmaganlar mu'min bo'lmaydi degan ma'noni bildirdi. Bizlar madrasada innamaga shudur va shuningdan o'zga emasdir deb tarjima qilibdi. Kichik vaqtlarda o'qib. Ya'ni shudur shuningdan o'zga emasdir degan gap bulayotgan ish mana mushu buningdan o'zgarib ketib qolsa bundoq bo'lmaydi demoqchi. Ya'ni mu'min millat o'tirisida intizom bo'lsa, nizam bo'lsa, vatan millat oldida vazifasi bo'lgan bo'lsa har bir shaxsning, anandaki vatan millat oldidagi mas'uliyatchilik eng yuqori bo'lsa, hatto shaxsiy ishiga ketadigan bo'lib qolsa-mu, rahbardan ruxsat so'rab mangadigan, ruxsat chiqmasa manmaydigan darajada şu teşekkülge sadık insanlar bo'lishi shart. Eğer bu şartla tepilmay qalsa, o milletni mu'min degili bo'lmaydi. Shaxs mu'min bo'lishi mumkin, ammo mu'min millet bo'lish uchun mushundaq intizom, mushundaq nizam bo'lmasa, bo'lmaydi demoqchi. Shuning uchun endi mu'min millet degan shu mu'min shaxslardan tashkil topadigan bo'lg'achqa, endi bu şartlar biz shaxslarda bo'lmasa, bu millat bo'lmaydi. Shuning uchun mush oyatning mazmunini boshqa tafsirlarga qaranglar, Uyg'urcha tarjimalarga qaranglar, o'ylaninglar qarindoshlar. Bu yerda Alloh mu'minlikdan bahs qilyapti. Mu'min bo'lsang, mushundaq bo'lasan, bundaq bo'lmasang mu'min emassan deyapti Alloh. Bizning yaratuvchimiz bizlarni jannatga solaman, jahannamga solaman degichi mutlaq qudrat bizning yaratuvchimiz deyapti demoqga. Ya'ni Allohning digini bo'ladi qarindoshlar natijada. Bizning bahonalarimiz aqmaydi. Biz bahonalarni o'z oldimizga bahona ijod qilib, o'zimizni aldamaydi. Neticede Allah'ın digini bulundu. Neticede kıyamette Allah özünün digini boyunca hesap aldı. Özünün diginini,
o'zining kalomini asos qilib turib Alloh hisob oladi. Alloh hisob olganda bu xalqaro qonunni hisob qilmaydi Alloh. Alloh hisob qilganda hozirgi Allohninki emr farmonlarga xilof qiladigan sistemlarninki uni hisob qilmaydi. Hisob olganda Alloh o'zining qonuni bo'yicha hisob oladi. Shuning uchun Alloh o'zining qonunida buni innama bilan ta'kidlab, mushundaq bo'lsang mu'min, mushundaq bo'lmasang mu'min emas deb ochiq e'lon qilyapti. Shuning uchun bizning vazifamiz nima? Agar Allohga ishongan, Allohning rasuliga ishongan bo'lsak, amanna va sallamna deb mushartga kelishga majburmiz. Zodi kelmasak, bu kurashda g'alaba qilolmaymiz. Bu oyat degan intizom, bu nizomga amal qilmasak g'alaba qilolmaymiz. G'alaba qilolmasak mag'lub bo'lamiz degan gap qarindoshlar. Mag'lubiyatning natijasining qanday bo'ladiganligini hammamiz tushunib yetamiz. Shuning uchun qarindoshlar, bugun Ramazonning eng oxirgi kuni. Alloh hammamizning shu Ramazonda qilgan ibodatlarimizni qabul qilsin, duolarimizni ijobat qilsin va qabul qilsin. Shu Ramazonda Muhammad alayhissalomning ummati ichidan kim eng xolis, eng uyg'un Turkistonning mustaqilligi uchun, Sharqiy Turkiston xalqining ozodligi uchun kim duo qilgan bo'lsa, kimning duosi Allohga yaragan bo'lsa, biz Sharqiy Turkiston xalqi ustida shu duoga amin, amin, amin deymiz. Allah shu duoni ijobat qilib, bizning kaltkusay duolarimizni shu mukammal duoning qatorisiga qatib, shuning qatorida hisoblab Alloh ijobat qiladi. Mush Ramazon tugab qoldi qarindoshlar. Mushu kunlarda o'zgaraylik. Mushu Alloh degan intizomga, nizomga kelaylik. O'zimizni o'zgartaylik. Sharqiy Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish harakatiga ideya jihatdan tayyorlik qilib, amaliyotda shu maydonga o'taylik. Jon chiqishdan burun hozirga qadar o'tkazib o'tgan ömrimizni bakadan ma'nisiz o'tkazib o'tgan hayotimizga istig'for aytaylik. Ey Allohim, bu kadar ömür o'ribsa, hech nima qilmay o'tkazib yetibdiman quruq ömrni. Buningdan keyin men to'g'ri yo'lga, haqqoniyat yo'lga atlandim. Mening ömrimga barakat bergin deb duo qilaylik. O'ladigan chog'imizda shu Alloh rizosi uchun shu vatanimizning mustaqilligini asliga keltiraman degan jihad yo'lida shu yo'lda o'lishga Alloh hammamizga nasib qilsin. Alloh hammamizga shahidlik bersin yoki shahidlik maqomi bersin. Qarindoshlar, chunki shahid bir millatning urug'i. Ne kadar şehit çıksa o millet şu kadar kökleydi. Şehit diyen can kılmay durup, küreş kılmay durup, baka yatkan şehit olunmaydı o. Şehit olumuzdaydık yalnız. Canımız bilen, melimiz bilen meydan düşmesek o makamına ilişkili olmaydı. Şunun için Allah hemimizle yüzünün salih bendilerinin katardan kılıyorsun. Allah'a ve Allah'ın Resulü'ne iman etken ve öz devredeki işençlik rehberlerine itaat kılgan, intizamçan müminlerden kılırız. Subhane Rabbike Rabbil İzzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.